Assalomu alaykum qadrli teletomoshabinlar. Biz Qarshi shahridan 140 kilometrcha masofa yurib, Kitob tumanidagi Podayotoq tepa arxeologik yodgorligiga yetib keldik. Aytishlariga qaraganda qadimda bu yerda katta shahar bo'lgan va tepalik o'z bag'rida ulkan sir sinoatlarni yashirgan. Shular haqida bilishni istasangiz, bizni kuzatib boring. Qaniki. Past baland tepaliklardan iborat ushbu hudud o'z bag'rida juda ko'p sirlarni saqlaydi. Bu joy haqida mahalliy aholi orasida ko'plab afsona va rivoyatlar yuradi. Ularning ba'zilari qo'rqinchli voqealarga asoslangani bois atrofga tun cho'kkan mahalda uncha-buncha kishi yurak yutib bu yerga kela olmaydi. Ayrim rivoyatlar haqiqatga ancha yaqin. Unga ko'ra, Aleksandr Makedonskiy xuddi shu kentda bir qishni o'tkazib, qo'shin to'plagani haqida aytiladi. Har ne bo'lganda ham mazkur qadimiy kentning tarixiy ahamiyati e'tirof etgulik voqealarga boy. Bu arxeologik obyektimiz qadimgi 1-ming-yillikka, ya'ni aynan miloddan avvalgi 9-7-asrlarga borib taqaladi. Qadimgi Kesh diyoridan avval Sug'd diyori bo'lgan. Kesh viloyati Sug'dning janubiy markaziy hududlaridan biri bo'lgan. Mana shu yerda katta bir qal'a, shahar, qo'rg'on mavjud bo'lgan. Keyinchalik Aleksandr Makedonskiy O'rta Osiyoga yurishlari davrida ham yonida yuradigan tarixchilarni bitiklarida ham yozib qoldirilgan. Hozirgi kunda endi bu xalq orasida Podayotoq tepa deb nomlanadi. Sababi qishloq aholisi podalarni aylantirib yurganda mana shu yerga olib kelib, poda yotqizilgan. Shuning uchun ham shunaqa nom bilan bizgacha saqlanib qolgan. Juda ham yaxshi. Endi bu yerda qanaqa bir arxeologik izlanishlar olib borilgan, qachondan boshlangan? 1996-yillarda arxeologik qazishmalar olib borilgan. Oxirgisi 2002-2003-yillarda olib borilgan va Kesh viloyatining 2700 yillik tarixi aynan mana shu arxeologik obyektdan kelib chiqqan. Demak, Shahrisabz shahrining 2700 yilligi aynan mana shu hududda topilgan asolatiqalarga qarab Xuddi shunaqa mana shu yerda arxeologlar tomonidan ilmiy izlanishlar olib borilgan va mana shu yerdan chiqqan ashyolar o'rganilib, qadimgi Kesh viloyati yoki Shahrisabz shahrining 2700 yillik yoshi aniqlangan. Hozirgi kunda Shahrisabz davlat muzey qo'riqxonasi fondida mana shu ashyolar saqlanadi. Bu yerdan nimalar chiqqan o'sha payt? Xo'p, sopol idishlar, chinni, tilla, tangalar topilgan. Mana shu barcha ashyolar eksponat sifatida muzeyda saqlanib kelinmoqda. Ko'ryapsizki, bu yer kenglikda joylashgan ekanda. Maydoni qancha bu yerda? 20 gektardan ortiq bo'lgan bu arxeologik obyektimiz. Buni faqatgina bir qismi o'rganilgan, to'liqligicha hali o'rganilgani yo'q. Bu o'sha tog' yonbag'rida, Hisor tog' tizmasining yonbag'rida joylashgan. Sababi iqlim juda ham mo'tadil bo'lganligi va Sho'robsoy hozirgi kunda ham daryosi oqib o'tadi va hozirgi kunda Sho'robsoy daryosi shu arxeologik obyektimizni ikkiga bo'lib turadi. Qadimdan shunday bo'lganmi? Qadimda, ya'ni bu qal'a bo'lganligi uchun qal'ani mudofaa tizimi uchun daryoni yonida qurilgan va daryo qal'ani o'rab turgan atrofidan. U eski irrigatsiya tizimlari saqlanib qolmaganligi uchun qal'ani o'rtasidan hozirgi kunda Sho'robsoy daryosi markazidan kesib o'tgan. Bilamizki, o'sha qadimda o'sha shaharlarni handaklar bilan o'rab chiqishgan, mudofaa sifatida, to'g'rimi? Mudofaa bu yerda demak tabiiy daryo. Tabiiy daryo mudofaa vazifasini o'tagan. Xuddi shunaqa. Devorlar ham aniqlangan. Devorlar aniqlangan, ashyolar aniqlangan. Qanday bir ko'rinishni bir tasavvur qilish uchun bu yerda chizib o'rganilganmi? Shahrisabz davlat muzey qo'riqxonasida hozirgi kunda o'sha kichik maketini yasalgan. Mana shu maketidan bilishimiz mumkin. Nautaka qal'asi bor. Aynan o'sha Nautaka qal'asi mana shu Podayotoq tepa arxeologik obyektini qadimgi ko'rinishi hisoblanadi. Bu yerdagi uylarni bir qurilish, me'morchilik uslublari o'rganilganmi? Qurilish, me'morchilik uslublari asosan o'sha xom g'ishtdan qurilgan. Devorlar, uylar mana shundan qurilgan bo'lgan. Ashyolar o'zini davrida sopol idishlardan ishlatilgan. O'zini davrida keyin kumush, mis va tilla tangalar bu savdo sotiqda muomalada bo'lganligini ashyolar orqali bilamiz. Bizga hamrohlik qilgan Qashqadaryo viloyati madaniy meros boshqarmasi xodimlarining aytishicha, bu yerda keyingi yillarda mahalliy arxeologlardan Bahodir Mamadiyev ilmiy izlanishlar olib borgan ekan. Biz Podayotoq tepa haqida yanada kengroq ma'lumotlarga ega bo'lish uchun ularni topib suhbatlashishga muvaffaq bo'ldik va dastlab qadimiy kentning qurilish uslubi xususida so'radik.
Kesh vohasini shaharsozligi, topografiyasi, geografik joylashuvi to'g'risidagi Nafisa Gilmanova tomonidan keyingi yillar tadqiqotlar amalga oshirilyapti. O'sha tiklangan variantlarini qilgan o'sha darvoza Uzunqur mudofaa devori bilan o'rab olingan shahar 70 gektarda tashkil etgan. Yodgorlikda asosiy qismi o'sha sho'rolar davrida bog'dorchilik, uzum ekish maqsadida tekislab ketilgan. Podyatog'da ham borsangiz 7-8 ta o'sha himoya burjlarini o'rni ko'rinadi. Ikkita darvoza, sharqiy va shimoliy darvozaning o'rinlari o'sha arxeologik tadqiqotlardan o'z aksini topgan. O'sha yerda ham u yerda ham ibodatxona, hukmdor joyi bo'lganda. Endi Citadel deyish, o'sha markaz deyish mumkindir, lekin ammo asosiy shahar hokimining saroyi saqlanib qolinmagan. Lekin o'sha podyatoqda ham yana bitta o'ran ochganimizda o'sha yaqinida qanaqadir altar bo'lgan bo'lishligi kerak. Muqaddas olovni qoldiqlari, kunlar ko'milgan, dafn qilingan bilasiz, alohida joyga saqlangan izlari ochib o'rganilgan. O'sha go'valik somon g'ishtlar bilan Uzunqur devori tiklanganligi 2700 yilga shaharda asos soldi. Birinchi o'sha devordagi topilmalar emas. Bundan tashqari o'sha yerdan topilgan qadaxlar, xumlar, sopol idishlar, haligi qo'lda ishlangan qozon qoldiqlari, yorg'uchoqlar Afrosiyobdan, o'sha Oyxonimdan topilgan yodgorlikka, Talashgan tepa 2 yodgorligidan topilgan artefaktlar bilan solishtirilganda shaharda umumiy o'sha 2700 yil temir davrida shakllanganligi, podyatoq eramizdan avvalgi 3-4 asrlargacha faoliyat ko'rsatganligi to'g'risidagi ma'lumotlarni qo'lga kiritdik deyish mumkin. Bu yer shahar bo'ladigan bo'lsa, demak, qadimda masalan hukmdor o'tiradigan joy, robot qandaydir o'sha qismlarga ajralgan bo'lsa kerak deyman-da. Xuddi shunaqa, o'sha qadimgi Markaziy Osiyo shaharlari singari hukmdor yashaydigan qism, robot va shaharning o'sha tashqarisi dehqonlar va chorvadorlar yashaydigan qismlari bilan saqlanib qolgan. Daryo tomon haqida gapirdingiz, keling o'sha yoqqa borib ko'rsak. Daryoni hozir borib ko'ramiz. Mana shu daryodan qal'ani qadimiy davrlarini bemalol o'sha qatlamlaridan borib ko'rsak bo'ladi. Shahrisabzda eng qadimiy markazi. Shahar ilk davrda o'sha Shahrisabz shahri 15-16 kilometr uzoqlikda dastlab o'sha yerda shakllangan, o'sha Sho'robsoy vohasida Uzunqur, Sangar, Podyatoq-tepa o'rinlarida shakllangan. Undan keyin o'rta asrlarda kelib, so'nggi o'rta asrlarda kelib, ilk o'rta asrda kelib Qalandartepa shahri o'rnida kelgan 9-10 asrlardan boshlab hozirgi Shahrisabz shahriga ko'chib o'tgan. Bunday olib qaraganda Keshni eng qadimiy poytaxti. Endi Podyatoq-tepa yodgorligi o'tgan asr 80-yillarida Milliy universitetda o'sha paytdagi Toshkent davlat universitetining olimasi Nadeshda Eosifna Krashennikov tomonidan dastlabki tadqiqotlar amalga oshirilgan va g'arbiy sharq tomonidagi burjda me'moriy inshoot qoldiqlari ochib o'rganilgan va dastlabki o'sha topilmalar qo'lga kiritilgan va O'zbekiston Milliy universitetining arxeologik kafedrasi tomonidan bu to'g'risidagi maqolalar, ilmiy ishlar e'lon qilingan. Endi eng asosiy katta tadqiqot ishlari 1997-98 yillarda Shahrisabz shahrining 2700 yilligini nishonlash va unga tayyorgarlik ko'rish jarayonida arxeologiya instituti, o'sha Milliy universitet, Amerikaning Kaliforniya universitetining David Stroin boshchiligidagi arxeolog olimlar guruhi tomonidan amalga oshirildi. Bunda eng asosiy tadbirlarni, o'sha arxeologik tadqiqotlarni amalga oshirishda tashkilotchi sifatida Amir Temur nomidagi shu paytdagi Moddiy madaniyat tarixi muzeyi ishlarni amalga oshira boshladi. Ushbu tadqiqotlarda biz ishtirok etdik. Rossiya davlat Ermitajida katta ilmiy xodim bo'lib ishlaydigan Andrey Ilchenko bilan tadqiqot ishlarini amalga oshirdik Podyatoq-tepa yodgorligida. Podyatoq-tepa yodgorligini g'arbiy tomondan Sho'robsoy daryosi o'rab turadi. Asosiy kirish, yodgorlikka kirish darvozasi sharq va shimol tomondan bo'lgan. Tadqiqotlarimizda shimoliy darvoza tomonidan amalga oshirdik. O'sha yerda ko'cha kirgan. Dastlab harbiymi, ma'muriymi aholi yashaydigan va tekislangan o'sha yo'l o'tgan va markazdan o'tgan yo'l ikkalasi bir-biriga birlashgan. Shimoliy tomonga darvoza yaqinida qazish ishlarini amalga oshirish jarayonida u yerda biz arxitektura, hech qanaqa me'morchilik inshootlarini topmadik, ammo 4 ta o'rani o'rnini keyin katta ko'milgan xumlarni o'rnini ochib o'rgandik. Bundan tashqari o'sha tadqiqotlarimiz jarayonida bug'doyda un qiladigan yorg'uchoq bo'laklari, oyna bo'laklari,
kulolchilik idishlari, ko'zalar, xumlar, qadahlar bo'laklari topib o'rganib, hozirgi paytda Shahriy sabzavot muzey qo'riqxonasida ko'rgazmasi qilingan, shu yerda saqlanadi. Eng qizig'i, qazishmalarimiz jarayonimizda hech qanaqa me'morchilik inshootlarini topmadik, lekin harbiy maqsadda xo'jalik mahsulotlarini saqlashga moslashgan yodgorlik degan fikrga keldik. Yana bir narsani aytib o'tish kerakki, Podayotoq tepa yodgorligi shunisi bilan ham ahamiyatli-ku, vohada o'sha so'nggi bronza davri, ilk temir davridagi yodgorlik sifatida talqin qilindi va shaharda o'sha So'roqsoy vohasidagi Uzunqo'r, Sangirtepa yodgorlari birgalikda 2700 yilligini asoslashga asosiy zamin yaratdi. Haqiqatan ham qadrli teletomoshabinlar, ushbu arxeologik yodgorlikning judayam qadimiy ekanligini mana bu jarliklardan ham bilish mumkin. Ular jimgina bizga olis tarixdan so'zlayotgandek. Daryo bo'yiga ancha yaqin keldik. Bu hudud haqida, bu yer haqida nimalar aytishingiz mumkin? Hozir biz arxeologik obyektni Sho'robsoy daryosi yuvib turgan qismga tushdik. Mana shu qismdan ko'rishimiz mumkinki, qal'ani madaniy qatlamlarni. Nechta madaniy qatlam aniqlangan bu yer? Bu yerda asosiy ikkita madaniy qatlam aniqlanganligini ko'rishimiz mumkin. Miloddan avvalgi, ya'ni qadimgi davr va o'rta asrlarning ilk davri ikkita madaniy qatlam ko'rinib turibdi. Qachon aholi tashlab ketgan mana shu yerni? Bu ilk o'rta asrlardan desak bo'ladi. Nima sabab bo'lgan? Bu haqida turli taxminlar bor. Albatta, o'sha o'rta asrlarning ilk davrlarida epidemiyalar mavjud bo'lgan, kasalliklar va ko'chmanchi xalqlarni bosqinlari sabab bo'lgan. Mana shular qal'ani yo'q bo'lib ketishdagi versiyalardan biri hisoblanadi. Podayotoq tepa, Uzunqir, Sangirtepa majmuasi bu eng qadimiy shaharlardan biri. Xuddi shunday qadimiy shaharlar Qashqadaryo viloyatida ikkita joylashgan. Biri qadimiy Naqshab, Nikishapa hududidagi Yerqo'rg'on bo'lsa, ikkinchisi Kesh hududidagi mana shu Uzunqir majmuasidagi shahar bu qadimda Kesh deb atalgan. Yozma manbalarda Kesh shahri va Nikishapa shahri haqida so'z boradi. Masalan, Aleksandr Makedonskiyni O'rta Osiyoni bosib olish oldidan topilgan xatga ko'ra Ahmoniylar podshosi Keshliklarga va Naqshabliklarga xat yozgan. Unda dushman bostirib kelyapti, shaharlarni, mudofaa devorlarini mustahkamlang degan mazmundagi matn bor. Mana shu xatni o'zi ko'rsatadi, o'sha qadimiy davrda bu hudud Kesh deb atalgan, hozirgi Qarshi hududidagi Yerqo'rg'on esa Nikishapa deb atalgan. Bu shaharning paydo bo'lishi bundan 2700 yillar oldin mavjud bo'lgan. Hozirgi arxeologik materiallarga ko'ra. Arxeologik materiallar bu aniq fakt beradi. Biz O'zbekiston tarixini yoritayotgan vaqtda, yozayotgan vaqtda biz aniq faktlarga asoslanamiz, afsonalarga emas, ertaklarga emas. Ana shu nuqtai nazardan O'zbekiston tarixi uchun Podayotoq tepa, Uzunqir, Sangirtepa, Yerqo'rg'on nihoyatda muhim yodgorliklar. Umuman O'zbekiston arxeologik yodgorliklar bo'yicha alohida bir mamlakat. O'rta Osiyo respublikalari, Markaziy Osiyo respublikalari hududi nuqtai nazardan hisoblaydigan bo'lsak, O'zbekiston eng ko'p arxeologik yodgorliklarga ega va bu O'rta Osiyo sivilizatsiyasini ko'rsata oladigan yodgorliklar hisoblanadi. Tadqiqotlar davomida turli davrlarga xos hunarmandchilik mahsulotlari, sopol idishlar, ko'za va xum parchalari uchrashi odatiy hol. Biroq o'ralar orasida ilon terakotasining topilishi arxeolog va tarixchilar uchun katta yangilik bo'ldi. Topilma mutaxassislar tomonidan Turk xoqonligi davridagi e'tiqodiy tushunchalarni ifoda etuvchi muhim ramzlardan biri deya izohlandi. Yana qiziq tomoni, biz o'sha o'rada kavlash jarayonida xo'jalik idishlari, bug'doy saqlangandir, boshqa mahsulotlar, nimadir mahsulotlar saqlangan bo'lishi mumkin. Pastki qatda ilon terakotasini, haykalchasini topdik. U keyingi mana hozirgi hanuzgacha bu tadqiqotim davom etadi. Qiziq tomoni, ilon ilohiy tasavvurga ega bo'lgan diniy qarashlar bilan bog'liq sifatda Zardushtiyligida ham ko'p uchramaydi, boshqa dinlarda ham uchramaydi. Bu haligi tangrichilik madaniyati, turkiylarning eng qadimgi diniy madaniyati shakllari.
unda o'sha burgut ko'kda osmondagi ilohni elchisi bo'ladi. Yerda esa ilon tasviri muqaddaslashtirilgan. U yer ostidagi hamma balo qazolarni o'ziga oladi, uni himoya qiladi. Yer ostini, yer ustini shunaqa tasavvurlar paydo bo'lgan. Eng qadimiy diniy qarashlar bilan bog'liq. Bu kamdan kam topiladigan narsa. Xulosaga keldikki, bu Keshning dastlabki o'sha o'rinlardagi aholi joylashuvi, shaharsozlik madaniyati, davlatchilik tarixi so'nggi bronza, ilk temir davri bilan o'shancha 2700 yillik shaxsiyatni nishonladik va qizig'i boshqa yodgorliklarda, masalan, eramizda 2-3 asrlarigacha ham o'sha o'rinlarda yodgorliklar saqlangan, ammo bu yodgorlik o'sha eramizdan avvalgi 3-4 asrlarda o'sha faoliyat ko'rsatishni to'xtatgan. Bir narsani aytish kerakki, haligi Kesh masalasi to'g'risida shu paytga qadar o'sha Iskandar yurishlar, asosan Ahmoniylar, Xonshamiylar manbalarida, Eroniylarda yoki grek manbalarida Kesh to'g'risida, o'sha shaharda ilk shaharlar, so'q to'g'risidagi ma'lumotlar saqlangan. Ammo unda ham olimlarimiz yaqingacha hozirgi Yerqo'rg'on o'rnidagi yodgorlik yoki o'sha Uzunqur, Sangirtepa yodgorliklarini qaysi biri Tinippa, qaysi biri Nautaka degan muammo mavjud edi. Mana keyingi tadqiqotlarda o'sha isroillik Shaketda Afg'onistondan topilgan so'g' yozuvlarida o'sha aniq yozilgan Kesh o'sha davrda ham Kesh Qarshi voqasi, o'sha paytda biz bilgan Qarshi voqasi Nikshapaya deb nomlanganligi bu munozaralarga qisman nuqta qo'ydi deyish mumkin. Hozir katta loyiha akademik Anatoliy Sagdullayev rahbarligida o'sha yodgorliklarni qaytadan o'rganish, ularni ro'yxatga olish, o'sha muzeyifikatsiya ishlari amalga oshirilyapti. Menimcha hali yana yangiliklarni bu yodgorliklarga beradi va bu to'g'risida tariximizni boyitishga xizmat qiladigan. Qadrli teletomoshabinlar, ma'lumot o'rnida aytib o'tamiz, ushbu shahar qadimda So'xning eng katta markaziy shaharlaridan biri bo'lgan. Bu yerda topilgan keyingi davrdagi arxeologik asor-atiqalar ushbu dalillarni tasdiqlaydi. Juda ajoyib manzara ekan. Ochig'i hayratlanarli. Bunday joy deb tasavvur qilmagandim, ochig'ini aytsam. Daryo ham qarang, pishqirib oqyapti. O'zi qanday nomlanadi dedingiz bu yer? Daryoning nomi Sho'robsoy daryosi. Qadimdan bu o'sha qal'alarni mudofaasi uchun daryolar bo'yida qurilgan qal'alar yoki daryolarni sun'iy ravishda olib kelingan. Bu saqlanib qolgan bizgacha. Hozirgi kunda o'sha suvi kam, lekin vaqtida juda ham toshqin daryo bo'lib suv oqqan. Hozirgi kunda bu arxeologik obyektimizning ba'zi bir qismlarini yuvib ketayotganligini ham ko'rishimiz mumkin. Albatta, qarang, mana bu yerlar ancha jar bo'lib qopti, qulab tushgan. Suvni o'sha natijasida va qor yomg'irlarini natijasida jarliklar, katta jarliklar hosil bo'lgan. Bu yerda aholi yashagan, lekin to'g'rimi mana shu atrofda? Bu katta qal'a, shahar hisoblangan, odamlar yashagan qadimdan. Sho'robsoy daryosi bu Hisor tog' tizmasidan oqib keladi. Qadimdan o'sha shaharlarga suv olib kelish bo'lgan vazifa. O'sha odamlarni iste'mol qilish uchun, chorva mollari uchun, qurilishlar uchun. Bu shaharda quvurlar ham topilgan. Quvurlar topilgan. Hozirgi kunda bu o'sha Shahrisabz muzey qo'riqxonasida saqlanadi. Yer osti quvurlari bilan olib kelingan toza ichimlik suvlari qachonki shaharlarni, qal'alarni dushman bosib oladigan bo'lsa, ularni qamal qiladigan bo'lsa, mana shu yoshirincha suv manbai shaharni doimiy ta'minlab turgan. Demak, bu dushman xavf solganda o'sha quvurlardan foydalangan. Lekin tabiiy mana bu daryoning suvini ichgan, to'g'rimi? Chunki Hisor tog'laridan buloqlar qo'shilib bu daryo hosil qilgan, to'g'ri emasmi? Shunday qor, yomg'ir va buloq suvlari tog'lardan mana shu qal'aga oqib kelgan toza ichimlik suvi hisoblanadi. Juda ham yaxshi. Mana shu hudud haqida yana qanday bir tarixiy ma'lumotlar ayta olasiz? Bu o'sha qadimdan mavjud bo'lganida Kesh viloyatida o'sha saqlanib qolgan juda ham ko'p arxeologik obyektlardan biri hisoblanadi bu. Asosiy arxeologik obyektlarimiz Kitob tumanida, keyin Shahrisabz va Yakkabog' tumanlarida saqlanib qolgan. Mana shu arxeologik obyektlarimiz ichidagi eng kattakon qal'a, shahar mana shu Nautaka yoki Podayotoq arxeologik obyektimiz hisoblanadi. Qarang, bir tomondan mana daryo agar mudofaa vazifasini o'tagan bo'lsa, o'sha himoya vazifasini o'tagan bo'lsa, demak, bir tomonda qandaydir devorlar ham bo'lgan, to'g'rimi? O'sha mudofaa devorlari. Ularda minoralar bo'lgan, burjlar deydi. Burj, boru va minoralari bo'lgan, bizgacha endi saqlanib qolmagan va arxeologiya tepalik sifatida hozirgi kunda saqlanib qolgan.
va shaharni o'sha podshoh yashaydigan qismi, aholi, bozor va qal'ani tashqarisi chorvador va dehqonlar yashaydigan qismlari arxeologik obyekt sifatida saqlanib qolgan. Aynan devor sifatida hozirgi kunda mavjud emas. Arxeologlarimiz tomonidan o'rganishlar olib borilmoqda va ashyolar, dalillar, aynan mana shu qal'aning qadimiyligini bildirib turadigan dalillar hozirgi kungacha topilib kelinmoqda. Kitob tumanida arxeologik yodgorliklar ko'p deyapsiz. Menimcha mana shu daryo yoqasida joylashgan bo'lsa kerak ularning hammasi. Ko'rishimiz mumkin. Bu Sho'robsoy daryosi va bundan tashqari o'sha Qashqadaryo daryosining boshlanish qismi va Ayoqchi qishlog'idan boshlanib keladigan daryolar, mana shu 3 ta daryo bo'ylarida qadimgi qal'alar, shaharlar o'rinlari joylashgan desak bo'ladi. Juda ham yaxshi. Endi xulosa sifatida nimalar aytishingiz mumkin? Bu yerda yana qanday ishlar olib borilish kerak deb hisoblaysiz? Nimalar kutilyapti bu yerda? Bu yerda endi qadimiyligini haqiqatdan bu dunyoga ko'rsatish uchun, namoyon bo'lish uchun ashyolar yana o'rganilishga muhtoj deb hisoblaymiz va o'rganilishlardan keyin bu butun dunyoga ko'rsatadigan eng katta arxeologik obyektlarimizdan biri hisoblanadi. Va mana shularni agar biz ochib ko'rsata olsak xalqimizga va butun dunyoga, bu ilm fanimizdagi ulkan yangiliklardan biri bo'ladi. Ta'kidlash kerak, qadimgi Kesh shahrining vayron bo'lishi, bu yerni aholi tark etib ketishi haqida turli taxminlar ilgari surilar edi. Keyingi tadqiqotlar orqali bu muhokamali mavzuga aniqlik kiritilgandek bo'ldi. Kimdir aytadi, Aleksandr yurishdan shahar vayron bo'ldi yoki qaysi bir davrda shahar butkul tashlab ketildi deyiladi. Keyingi mana tadqiqotlar shuni ko'rsatib bergan loyiha grant doirasida aytdim, sel kelishi oqibatida deydi, pastki loy qatlamni bosib qolganligi sababli shahar o'sha ilk o'rta asrlardan boshlab so'nggi antik davr ilk o'rta asrdan shahar aholisi boshqa joylarga ko'chgan degan xulosaga kelingan. Endi poda yotoq tepa deb atalishi ham bejiz emas. Hozir ham bemalol podalar kirib, bu yerda mollar bemalol o'tlash mumkin ekan, atrof o'ralmagan ekan. Buni muhofazaga olish fursati yetibdi nazarimda, to'g'rimi? Hozirgi kunda o'sha arxeologik obyektlarimizga e'tibor kuchaygan. Arxeolog Rustam aka Sulaymonov tomonidan mana shu o'rganish ishlari olib borilmoqda. Kelgusi rejalarimizga kiritilgan panjara bilan mana shu arxeologik obyektimizni o'rab olish rejasi mavjud bizda hozir. Obyektimizni 100% deb oladigan bo'lsak, 4-5% qismlari o'rganilgan, juda katta qismi esa o'rganilishga muhtoj. Yurtimizning ulkan tarixini bag'rida sir tutgan mana shunday arxeologik manzilni bu holatda saqlanishi albatta yaxshi emas. Uning ilmiy ahamiyatini chuqur anglagan mutaxassislar bugungi kunda katta loyihalarni amalga oshirishni maqsad qilganliklari tahsinga loyiq. Bu yodgorliklar ahamiyati jihatdan nafaqat o'zbek xalqini madaniy merosi, balki butun dunyoni madaniy merosi va shu nuqtai nazardan ularni muzeylashtirish, arxeologik park, arxeologik muzey qo'riqxonalar tashkil qilish, turistik yo'nalishlar ishlab chiqish, turistik infrastrukturalar ishlab chiqish juda muhim. Bu degan gap ana o'sha hududdagi aholini madaniy xizmat ko'rsatish orqali ishli qilish imkoniyati paydo bo'ladi. Bitta keladigan chet ellik turist ikkita ishchi o'rni yaratadi. Biz hozir ishchi o'rinlar yaratish nuqtai nazaridan juda katta bir bosqichga yashayapmiz. Chunki aholimizni madaniy merosga xizmat ko'rsatish, maishiy xizmat orqali turistlarga xizmat ko'rsatish orqali katta oylik maosh olishi mumkin bo'lgan bir imkoniyat paydo bo'ladi. Imkoniyat shu nuqtai nazardan muhtaram prezidentimiz mana 2025-yilning o'zida 8 ta arxeologik yodgorliklarni arxeologik parklar, arxeologik muzey qo'riqxonalar tashkil etish bo'yicha topshiriq berganlar. 2026-2029 akademik Anatoliy Sagdullayevich boshchiligida innovatsiya vazirligidan kattagina grant ajratilgan. U kishi ilmiy rahbarlik qilyapti va Janubiy O'zbekiston, bu Qashqadaryo va Surxondaryo hududidagi arxeologik yodgorliklarni muzey qo'riqxonalarga aylantirish, arxeologik parklarga aylantirish, turizm infrastrukturasi yaratish, ularda qoshida turistlarni qabul qiladigan visit center, tashrif maydonchalari tashkil qilish, uni qoshida muzey kafelar tashkil qilish masalalari bo'yicha hozir katta ilmiy tadqiqot ishlari ketyapti. Bu 2029-yilgacha bu loyihalar amalga oshsa,
O'zbekistonda nihoyatda ko'plab yangi turistik obyektlar paydo bo'ladi. Ular Demak, yaqin kelajakda Podayotoq tepa ham shunday joyga aylantiriladi, to'g'rimi? aynan Podayotoq, Uzunqir, Sangirtepa, bundan tashqari Qashqadaryodagi Yerqo'rg'on, Dehqonoboddagi yodgorliklarni qamrab olgan holda yangi turistik arxeologik marshrut ishlab chiqariladi. Bu marshrut nihoyatda muhim. Bunday arxeologik yodgorliklarni muzeylashtirish tajribasi jahonda bor. Masalan, Fransiyada Dardon daryosi bo'yida 350 ta paleolit davriga oid yodgorliklar bor. Ana shu yodgorliklar deyarli hammasi arxeologik muzey qo'riqxonalariga aylantirilgan. Ana shu yerdagi yashaydigan 3,5 millionga yaqin aholi aynan faqat mana shu struktura, mana shu tizim uchun ishlaydi va o'zlariga yaxshi bunaki mablag' topa oladi. Turistlarga xizmat ko'rish, madaniy xizmat ko'rsatish, maishiy xizmat ko'rsatish natijasida. Ana shu tajribalardan unumli foydalangan holda O'zbekistonda agar arxeologik yodgorliklarni turizmga moslashtira olsak, bu katta muvaffaqiyat hisoblanadi. Va davlatimiz rahbari, Vazirlar Mahkamasi berilayotgan topshiriqlarni amalga oshirish uchun bir real imkoniyat bo'ladi. Qadrli teletomoshabinlar, Podayotoq tepa arxeologik yodgorligi haqida yetkazmoqchi bo'lganlarimiz shulardan iborat edi. Biz bu yerga kelib, o'zimiz uchun yana bir ajoyib qadimiy manzilni kashf etgandek bo'ldik. Hududda o'tkaziladigan keyingi ilmiy tadqiqotlar ham ilm-fan uchun yanada ulkan yangiliklar berishiga ishonamiz. Ana shu mulohazalar bilan ko'rsatuvimizga yakun yasaymiz. Bizni kuzatib boring. Yana ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.